qora Gentra baribir boshqacha mashina, to'g'rimi? Bugun sotuvda yana bitta qop-qora Gentra topib qo'ydik. Mashinamiz shot spravka turibdi. Ichki holati, tashqi holati juda ham yaxshi holatda turibdi. Yurgani atiga 13000 kilometr yurgan, metan, propan hech narsa o'rnatilmagan. Navorotlarga keladigan bo'lsak, Amerikanka optrafara qo'yilgan, 4 ta yumshoq balon ham o'rnatib qo'yilgan. Luku bor mashinamizni yili 2023 ga 24 yilda egalari, avtomat korobka, salon qismini ham ko'rsatamiz. Salon qismiga polik qilingan, chuqur qilinmagan mashinamizni rulida knopkalari bor, avtomat korobka aytib o'tganimizdek, magnitofonlari bor, luklari bor. Xullas mashinamiz abagrev hamma joyi cho'tki holatda turibdi. Aytgancha, oldinga tonirovka ham urib qo'yilgan. Hech narsa qilmaysiz, faqat navorotlarni hammasini qilib qo'yilgan. Mashinani faqat olib minish kerak, xolos. Hozir bagaj qismini ham ko'rsatamiz. Hech qanday metan, propan o'rnatilmagan. Mana bu bagaj qismi. Aytib o'tgancha, stoplari optra qo'yilgan. Bagaj holatini ko'rayotganingizdek, juda ham tiniq holatda turibdi, kuzovga o'xshagan. Mana zapaskalarni ham ko'rishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, egalari $16000 dedilar. Mashinani keling, ko'ring va savdolashib bemalol olishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Har xil mashinalarni qo'yib boramiz.